Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. Bugungi brifingimizda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi Sirdaryo viloyati boshqarmasi tomonidan qishloq xo'jaligi sohasida qonunchilik nazorat qilish borasida 2026-yilning birinchi yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot beramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 12-iyuldagi 575-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomda inspeksiya organlariga yuklatilgan vazifalardan kelib chiqqan holda joriy yilning o'tgan davr mobaynida inspeksiyaning viloyat boshqarmasi va tuman bo'limlari tomonidan sohaga oid qonunchilik ijrosini nazorat qilish borasida bir qator ishlar amalga oshirilgan. Xususan, inspeksiyaning viloyat boshqarmasi tomonidan 2026-yilning birinchi yarim yilligida sohalar bo'yicha mavjud 25.041 ta nazorat obyektlarida 68 ta normativ huquqiy hujjatlar ijrosi yuzasidan jami 4590 ta nazorat tadbirlari, shundan 529 tasi tekshirishlar va 4067 tasi monitoringlar tashkil etgan. Tekshirishlar davomida aniqlangan qonun buzilish holatlari yuzasidan jami 370 ta ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi qarorlar qabul qilinib, ularga nisbatan 1 milliard 43 million 246 ming so'mlik ma'muriy jarimalar qo'llanilgan, 2160 ta korxonalarga ogohlantirishlar va 206 ta taqdimnomalar kiritilgan. Qonuniy qaror qabul qilish uchun 55 ta materiallar sudlarga va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan. Sohalar kesimida tahlil qilinganda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni foydalanishni nazorat qilish sohasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-dekabrdagi 465-sonli qishloq xo'jaligi maydonlarida qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning 10-bandi ijrosi yuzasidan viloyat hududlariga dala chetiga ko'chat ekmagan va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlarini ekmagan yerdan foydalanuvchilarga ogohlantirish xatlari berilganligi bilan birga 32 ta materiallar rasmiylashtirilib, qonuniy qaror qabul qilish uchun sudlarga va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 17-iyuldagi 936-sonli qonun ijrosidan joriy yilning o'tgan davrda sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan maqsadli foydalanish yuzasidan tekshirishlar o'tkazilmoqda. Nazorat tadbirlari natijasiga ko'ra, yer ijara shartnomasini bekor qilinishi va ekinlarni joylashtirish qaroriga asosan belgilangan ekinni ekmaganligi holati yuzasidan 82 ta taqdimnomalar kiritilishi, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 65-moddasi 1, 2, 3 qismlari bilan 166 nafar mansabdor shaxslarga nisbatan 999 million 924 ming so'mlik jarimalar qo'llanishi ta'minlangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 25-maydagi shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish hamda qishloq xo'jaligiga oid bo'lmagan boshqa ehtiyojlar uchun yer uchastkalarini berish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 146-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 50-bandi talablari ijrosi yuzasidan jami 0,26 gektar qishloq xo'jaligi yer maydonlarida qonun buzilish holatlari aniqlanib, mazkur holatlar bo'yicha 158 million 725 ming so'mlik yetkazilgan zarar hisoblangan va undirish uchun tegishliligi bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan. Qishloq xo'jaligida urug'lik yetishtirish va uni sifatli tayyorlash kelgusi hosilning garovi ekanligi hammamizga ma'lum. Shuni inobatga olgan holda qishloq xo'jaligi ekinlari urug'larini yetishtirilishini nazorat qilish sohasida viloyatda 2026-yil hosili uchun parvarish qilingan 176 ta fermer xo'jaliklarining 6110 gektar urug'lik g'alla maydonlarida o'tkazilgan aprobatsiya natijalariga ko'ra 36 ta fermer xo'jaliklarini 1673 gektari nav aralashmasi mavjudligi, agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida bajarmaganligi uchun yaroqsizlikdan chiqarilib, urug'lik g'alla hisobidan chiqarildi. Bu sohada viloyat va tuman mutaxassislari tomonidan 2026-yilning o'tgan davrida jami 1445 ta nazorat tadbirlari o'tkazilib, shuncha qonun buzilish holatlari aniqlangan. Paxta xomashyosi, don, urug'lar va ulardan qayta ishlangan mahsulotlarda foydalanishni nazorat qilish sohasida esa viloyatda jami 22 ta nazorat subyekti mavjud. Shundan 11 tasini paxta to'qimachilik ishlab chiqarish klasterlari, 2 tasini uzdon mahsulotga qarashli korxonalar, 3 ta yog'may korxonalari va 6 tasini don klasterlari tashkil qiladi. Shuningdek, 2026-yil g'alla hosilini qabul qilish jarayonida don qabul qilish shoxobchalari hamda klaster va fermer xo'jaliklari o'rtasida 5 ta nizoli holatlar aniqlanib, ushbu nizoli holatlarning barchasi klasterlar va fermer xo'jaliklari foydasiga hal qilingan. Qishloq xo'jaligi texnikasini holatini nazorat qilish sohasi viloyatda 16800
75 dona qishloq xo'jaligi melioratsiya va yo'l qurilish texnikalarining ro'yxatini to'liq elektron bazaga kiritilgan. 16.875 dona qishloq xo'jaligi texnikalaridan 16.536 donasi yoki 98% ga yangi namunadagi ID texnik pasportlarga almashtirildi. Shu bilan birga 849 dona qishloq xo'jaligi texnikalari ro'yxatga olinib, traktorlar va boshqa o'ziyurar texnikalarga 667 dona davlat raqam belgisi berildi. 989 donasiga yangi ID texnik pasport, qishloq xo'jaligi mashina va harakatlariga 307 dona texnik guvohnomalar berilib, 4785 dona texnikalar majburiy texnik ko'rikdan o'tkazilgan. Viloyatda texnik yo'nalish bo'yicha 1482 ta nazorat subyektlari mavjud bo'lib, shunda 56 davlat tashkilotlari va 2042 ta tadbirkorlik subyektlarini tashkil etadi. Bu sohada 2026-yilning o'tgan davrda 1482 ta nazorat tadbiri o'tkazilib, shularning barchasida qonun buzilish holati aniqlangan, 189 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Murojaatlar bilan ishlash sohasida joriy yilning birinchi yarmida inspeksiyaning viloyat boshqarmasiga kelib tushgan 40 ta murojaatdan 37 tasi ko'rib chiqilgan. Shundan 31 tasi yoki 70% ijobiy hal etilib qanoatlantirilgan bo'lsa, 6 tasiga tushuntirish berilgan va 3 tasi ko'rib chiqish uchun tegishliligi bo'yicha boshqa organlarga yuborilgan. Jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot sohasida joriy yilning o'tgan davrida mazkur yo'nalishda jami 241 ta tadbirlar o'tkazilgan bo'lib, shunda ommaviy axborot vositalari orqali matbuotda 4 ta, teleko'rsatuvlarda 2 ta va radio eshitishlarda 10 ta hamda internet tarmog'ida 73 ta. Shundan 9 tasi inspeksiyaning rasmiy veb-saytida chiqish qilingan. Shu bilan birga inspeksiyaning viloyat boshqarmasi barcha tarkibiy tarmoqlari va tuman bo'limlari tomonidan 2026-yilning ikkinchi yarmida sohalarda amalga oshirishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar va reja prognoz ko'rsatkichlar belgilab olindi. Kelgusi faoliyatimizda normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunchilikni, qonun ustuvorligi, me'yoriy hujjatlar ijrosi ta'minlanishi, to'laqonli va sifatli bajarilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatiladi.